Mana erim o'zi bitta opalar bilan bitta singillar bor. Ularni bugun mehmonga iftorlikka chaqirdik. Men o'zimni 3 ta akam bor, opa singlim yo'q. O'shaning uchun qaynopalarim bilan munosabatlarimiz juda ham yaxshi. Munosabatlarimizni yaxshiligini eng asosiy siri bu bir-birimizning hayotimizga umuman burnimizni tiqmasligimizda deb o'ylayman. Bitta ishimni birinchi desertga trifle tayyorlashdan boshladim. Mana shunaqa juda ham chiroyli, appetitli trifle bo'ldi. Ovqatga bo'lsa hamma bilan kelishgan holda karamdan golubtsi qilishga qaror qildik. Men o'zim bu ovqatni juda ham yaxshi ko'raman, juda ham ko'p qilaman, lekin karamdan birinchi marta qilishim. Bu ovqatni tayyorlashda eng mazali jarayon mana shu golubtsilarni o'rash bo'lsa kerak, biram anti stress. Desert qildim, ovqat qildim, oldiga yana nima qilsam ekan deb xolodilnikimni ochib ancha vaqt tikilib turdim va olivye qilishga qaror qildim. Olivyani sabzavotlari to qaynaguncha orada qoshiq vilkalarimni ekotab bilan mana shunaqa tozalab oldim. Xullas shunaqa qilib hamma narsamiz tayyor bo'ldi, stolni bezatdik va maza qilib o'tirdik. Lekin undan keyingi jarayon umuman mazza bo'lmadi. Menga podpiska bo'lib qo'ying, blogimda zerikarli hayotimdan pozitiv qidiraman.